Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun Окопу важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение darslik 1990-yil 371 berilgan anjir tarkibidagi foydali moddalarni ta'sirini meditsina, ya'ni fan yo'li bilan xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Anjir mevasining tarkibida qand 12-23%gacha pektinsimon modda, ovqat tolasi, vitaminlardan vitamin C, B1, B2, karotin, mikroelementlardan kaliy, kalsiy, magniy, fosfor, temir, shavel kislotasi bor. O'simlik fermentlaridan fitsin, amilaza, proteaza fermentlari bor. Bundan tashqari yurak glikozidi ham topilgan. Birinchi, amilaza fermenti ovqat hazm qilish jarayonida uglevodlar, ya'ni xalq tilida shakarni parchalanishida qatnashadi. Ikkinchi, proteaza fermenti oqsil va aminokislotalarni hazm jarayonida qatnashadi. Bu degani organizmni ovqat bilan ta'minlashda qatnashadi. Demak, insonni semirishi uchun kerak bo'ladi. Uchinchi, fitsin fermenti qon tomiridagi trombni eritadigan ferment hisoblanadi. To'rtinchi, karotin ichakda vitamin A ga aylanadi va asosan limfositlarni fagositoz, ya'ni xalq tilida qondagi kasallik chaqiruvchi mikroorganizm yoki zaharlarni yutib yuborish qobiliyatini oshiradi. Bundan tashqari ko'zni ko'rish qobiliyatida ham qatnashadi, ya'ni shapko'rlikni oldini oladi. Beshinchi, anjir mevasi darmonsizlikda, kamqonlikda, me'da ichak yo'li ishi buzilganda, buyrak kasalligida, yuqori nafas yo'li kasalligida balg'am ko'chirish maqsadida, yengil surgi maqsadida, yurak kasalligida, ozg'in insonlarni semirtirishda, tutqanoq kasalliklarda va boshqalarda ishlatiladi. Oltinchi, fosfor, karotin va qand moddasi borligi uchun yosh bolalarni o'sishi va immunitetini oshirishda foydali hisoblanadi. Yettinchi, agarda anjirni asal bilan birgalikda iste'mol qilinsa, immunitet oshadi deb ota-bobomiz aytishgani sababi asal anjirni ta'sir kuchini oshirib beradi. Chunki asalning tarkibida vitaminlarning turi ko'p bo'ladi. Natijada asalning ta'sir kuchi oshadi. Anjirda esa fitsin, amilaza, proteaza fermentlari asalni organizmda parchalanishini, ya'ni hazm bo'lishini kuchaytirib beruvchi fermentlar bor. Demak, bir-birini ta'sir kuchini oshirib beradi. 8. Sutda anjirni qaynatib iste'mol qilinsa, balg'amni ko'chiradi deb ota-bobomiz ichishgani hammaga ma'lum. Anjirdagi fitsin, amilaza, proteaza fermentlari sutni yaxshi hazm bo'lishda qatnashsa, sutni ta'sirida oshqozonda gastrin moddasi hosil bo'ladi. Gastrin moddasi oshqozon shirasini kuchaytirishdan tashqari jigarda o't hosil bo'lish jarayonini kuchaytiradi. Demak, ikkalasi ham organizmni kuchini oshirib beradi. Bu degani immunitetni yaxshilaydi. Sut mahsuloti yuqori nafas yo'li kasalligida tavsiya qilinishining sababi sut tarkibida tabiiy kalsiy moddasi bor. Lekin aptekadagi kalsiy moddasini saqlovchi dorilarni o'pka kasalligida berib bo'lmaydi. 9. Anjir issiqni tushirishiga sabab vitamin A limfositlarni fagositoz, ya'ni xalq tilida qondagi kasallik chaqiruvchi mikroorganizm yoki zaharlarni yutib yuborish qobiliyatini oshiradi. Qonda kasallik chaqiruvchilar bo'lmagandan so'ng temperatura ham pasayadi. Buning uchun yaxshi pishgan anjir mevasidan 5-6 donasini iste'mol qilish kerak. Anjir qoqisi ham shunday ta'sir qiladi. 10. Anjir bargidan pesga qarshi modda furalin olinadi. 11. Anjir mevasini
kimlar iste'mol qilish mumkin emasligi haqida ma'lumot beramiz. Anjir mevasini qandli diabet va o'tkir me'da-ichak kasalligida, buyrak tosh kasalligida anjir berish mumkin emas. Sababi anjir mevasi tarkibida qand moddasi qonda qand miqdorini oshirib yuboradi. O'tkir me'da-ichak kasalligida esa oshqozon ichak tizimida ovqatni chirishini, ya'ni ruschasiga brejniyani kuchaytirib yuboradi. Emizgilik ayollar ham kamroq iste'mol qilishi sababi ona sutining tarkibida saxarozani miqdori oshib ketishi natijasida chaqaloqning qornida gaz to'planadi. Anjirni hatto murabbosining tarkibidagi shavel kislotasi borligi uchun buyrakdagi toshni kattalashtirish ehtimoli bor. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Anjir to'g'risidagi ma'lumotlarni Bobojonov ichki kasalliklar darslik 2008-yil 13-bet, 337-bet, Karimov xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibda ishlatiladigan shifobaxsh o'simliklar 1993-yil 10-bet jami bo'lib 8 ta kitobdan foydalandik.